Siloslarda yangi olib yediradigan paytdamiz akalar. O'ja sezondamiz. Ama lekin sezonda o'tkazib vermaylar, hurmatli chorvadorlar. Assalomu alaykum, Chimyonuz kanalining aziz obunachilari, uzoq yaqindan bizga kuzatib borayotgan akalar, ukalar, qadrdonlar. Biz Farg'ona viloyati Siloslar markazidamiz desam bo'laveradi. Yozovon deyishim shart emas, Muhammad Rizo. Silos so'zi bo'lsa oladi. Siloslar makoni Yozovondamiz. Shunday. Akalar gazini bosib, qopligidan olasizmi, namal olasizmi? Kelaverasiz, ekran nomerlariga telefon qilasizlar. Chimyonimizdan ko'rdim desalaring, vodiy bo'ylab emas, O'zbekiston bo'ylab yetkazib berasiz. Assalomu alaykum aka. Charchamasdan. Xirmonga baraka. Rahmat akajon. Bugungi sana 29-iyul 2026-yil hafta kuniga chorshanba. Akalar yangi olib yediraverasiz. Ammo lekin bitta narsani aytib qo'yay, qopligini olib bir 100 ta 200 tami 1000 tami olib qopli holatiga menga bitta fikr kelib qoldi, Muhammad Rizo. Qopli holatiga bosib turib yerdi ichiga. Ustini o'rab qo'ysa bo'laveradimi? Bo'ladi. Chunki xuddi shuni men o'zimizda bitta mahallada ko'zim guvoh bo'ldim. Qopli silosni yerga chuqur ko'ylabsa, qopni teriganda ustiga salafan o'rab qum tashab qo'ygan. Silos qanaqa holatda ko'mgan bo'lgan bo'lsa, o'shanda turibdi. O'shanda turibdi. Sap-sariq yaltiragan holatda zo'r effektini ko'zim bilan ko'rdim aka. Kam bo'lmang. Alloh rozi bo'lsin. Gap yo'q. Shunday. Xullas agar bitta yangilikda bu ham. Endi yatta ko'rdik, qilganlar bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Necha xil silosimiz bor, Muhammad Rizo? Bizda aka, xudo xolasa hozir 3 xil. 2 xili kilolari 2 xil. Bir xili, 3-chi xili sumahat holatda. Menga doni muhim emas, sal puli yengiroq bo'lsin deydiganlar uchun sal arzonroq qilib qo'yganman. Xo'p. Menga doni zo'r bo'lsin, va shu udardan bo'lsin deganga mana shu ob'yom to'g'ri faqat donli silos. Mana shu opalarimiz bosayotgan joy akalar hammasi donligidan. Mana mashina ham shundan-a? Hammasi bir xil. Ichi, tashi, yoni hammasi bir xil aka. Mana akalar. Bularda biror joyga nima bo'lgan yo'q. Hammasi ichi to'la don. Xudo xolasa qo'chqari bor aka-ukalarimiz umuman dondan bexijolat Makkoma yedirsa ham bo'laveradi, ha? Bo'laveradi. Don va ichi to'la don. Kommentariya fikrlarini to'ldiringlar. Narxlar nima deyapti Muhammad Rizo? Aka, o'zi aslida narxni o'zi bomba qilib, arzon qilib qo'yib bermoqchilik. Dehqonchilarimiz po'lalar ozayib qolgan sababli, o'sha bahorga yetib tugayapti. Pishib, o'sha kuzgiga ulangunga qadar uzilishib qolayotgan sababli sal po'lada narxlarimiz ko'tarilib qoldi. Shu sababli mana shu 14 mingdan mana shu dolli silosni ko'rib turganini jo'natib chiqarib yuklatib beramiz. Qopi 14 mingdan shu joyda. 14 ming so'mdan shu joyda yuklab beramiz. Kiloga 700 so'mdan bo'ladi. 700 so'mdan to'g'ri keladi. Shunday. Tayyor bo'lgan, mehnat ichida. Hozir buning ichida opalarimizning mehnati bor, ukalarimizning mehnati bor, qopi bor, donasi bir 800 so'mdan to'g'ri kelsa kerak qopda. Albatta. Ha? Qopida shunday 800 so'm. 800 so'mdan. 14 mingdan misol qayergadir o'zingizni qimmatingiz dastlabki. Necha kilometr? Xo'p, 14 mingdan mana shu Yazyon territoriyasi bo'lsa, o'sha o'zimiz shaxsiy transportimiz yo'q-ku. O'zimiz yonida shu atrof bo'lsa, mana shunaqa labolarga akalarga aytamiz, shu to'g'ri xizmat berib shu atroflarga 4-5 kilometrgacha. Ko'proq olsa-chi, ko'proq. Hozir lekin hozir bilasiz. Xudo xolasa, postoyanno yukimiz sochib yurgan shopirlar bor. Eldan ko'ra 95 so'm olib borib beradi. Sababi kunda yuk qilib beraman ularga. Shu sababli birdan olsa birda qoplab ketadi. Shuni hisobiga arzon shopirlarimiz bor aka. Kam bo'lmay, Alloh rozi. Muhammad Rizo? Labiyot aka. Arzon shopirlarida men moba, xudo xolasa. Bu qayerga ketyapti mana bu? Bu mashinamiz Namangan Chustga ketyapti. Namangan Chustga. Mana mana shu qopdan ham donligi bilinib turibdi. Donni qarang. Hozir bu birorta ko'rsatayotgan silosimiz mana donli, mana undi, mana bunda deb maqtashni hojati yo'q. Sababi o'zi donlab pishgan paytda buni hamma ahli yetadi, to'g'rimi? To'g'ri. Hozir sizda donsizi ham bormi? Donsiz emas, sutimi qattiq holatda pishgan. Bundan oldinroq o'ralgan, ha? Bu arzonroq u. Arzonroq xudo xolasa. 20 kilolik, 18 kilolik undan ham bor. Bor. Xo'p, buni yaqindan donlarni ko'rsataylik-da, mana shu yerda hozir mashina to'kdi, nariga to'kkan yo'q. Mana akalar, shunday kamerani shunday ko'rsataveraman. O'zlaringiz ko'rib olasizlar. Don udar. Mana xohlagan joylarini ko'rsataveraman akalar. Tepaga qarab chiqitilaveradi mana. Hamma joyda bemalol ko'rishlaring mumkin. Kimdirlar aralashmagan yaxyolam kelib qolishi mumkin-da. Mana 53 ta xohlagan joyini qarasangiz bo'ladi. Bu bundan uni aralash iloji yo'q. Yo'q. Haqiqat. Xudo xolasa. Mana akalar. Xudo xolasa don bor. Inshaalloh molingizgami, qo'yingizgami, nimangizga bo'lsa ham men tavsiya qilardim. Nimaga aytsalaring, agar iloji bo'lsa
hozir olib bosish kerak. Bosish, rosa pishgan payti hozir. Ha? Kaloriyasi bundan buyoq kuzgidan ham zo'r bo'lsa kerak. Xudo xolasa. Nima dedingiz? Albatta. Navalga necha pul 1 kilosi? Navalga mashetdan yuklattirib beramiz. Mashetdan 650 so'm. Qancha? 650 so'm. 650 so'mni. Sal yengilroq qilmaymizmi? O'zi Yana ham kelishamiz. Yana ham bu endi rasxod bo'lganda mashetga kelgan. Agar 53 lari bo'lsa, yuk mashina bo'lsa, yana ham bir kelish. Chunki poliyadan arzon. Men hozir rasxod qilib olib kelyapman-da. Ha. Poliyaga mashina qo'yyapman, to'ktiryapman. Mashina kelyapti, yuklayapman, shuni inobatiga. Agar ko'proq yuribni oladigan bo'lsa, mana akalarimiz bor, shu mashinalar bor, xudo xolasa, chiroyli yetkazib beramiz. bular siz orqali aloqaga chiqishadi, Albatta. bular topasiz, Shunday. naval holatiga ham olib borib beraveradi. Yetkazib beraveramiz. Vodiy bo'ylab ketaverasizlarmi? Nechta tonna oladi mashinangiz? 8 so'mdan. 8 tonna olaveradi, yaxshi. Donli bo'lsa. Yaxshi. Muhammad Rizo, Labi. Mashhaddan hozir men misol qopingiz bor ekan, qopingizni pulini bersam, kilolab o'zim qoplab olaman desam ham 650 so'm. Uni kelishamiz. Kami bor, ha? Uni Kelishamiz deyapsizki, kelishsa bo'ladi. Albatta. 600 so'mdan beraverasizmi? Bizni kelgan dargohga kelgan odamni xudo xolasa norizo qilmaymiz aka. Chiroyli qilib, kelishtirib, xursandchilik Mana bilan akalar bak keling. chiroyli qilib beramiz. Mana hozir bitta akamiz keldi mana. 50 qop olib ketishyapti hozir. Quvali akamiz ekan, sirazi yuklashdi. Mana 50 qop yuklab berishyapti yigitlar. Mana shu yo'ldan, katta yo'lda bo'yidan hozir ko'rsatib qo'yamiz, manzilda ham tushuntirib qo'yamiz. Albatta chiroyli qilib, orientirlar cho'tki qilib. Orientirlar zo'r qilib beramiz. Chimyon o'zidan deylar, xudo xolasa yuklab berishadi. Xafa bo'lmaysizlar. Endi Muhammad Rizo bitta gap. Hali arzon silosingiz bor-ku, o'shani ko'rsataylik-da. Yuring. Kimgadir farqi yo'q. Doni nima qilaman, arzonidan bo'lsa bo'ldi deydigan. O'zi akalar donlimi, donsizmi, eng arzon ozuqa silos. Selios. 1 kilosi 600 so'm, 700 so'm bo'lyapti. Shunday. Bu donli ekan-a bularingizda? Va bular donli. Bular donli ekan. Bitta ob'yomdan ko'rsatib qo'ying aka, silos Mana, qoldimi ob'yom ekan, simidan. ob'yom o'ta ham zo'r, xudo xolasa. Ob'yomlar o'ta katta. Mana. O'ta katta joy. Bu donsizimiz, o'sha sutni qattiq qattiq holatdagi. Buni ham gabaritlarni ko'ryapsizmi? Mana bu salqindalar ham shunaqami? Holati shunday, ha. Bu salqindalar ham shunaqa. Bu 18 kilolikmi Muhammad Rizo? 20 kilolik ular hammasi. Bular 20 Hozir kilo. Seloslar narxi tushgan sababli ko'pchilik 18 kilo qiziqmayapti. Orada qishda ko'tarilib ketdi. Nuqul 18 qilyapti deydi. Hozir 18 kiloga zakatovka faqat zakaz qilganlar qilib beryapmiz. Menga bunaqa 18 kilolik kerak, mencha kerak desa qilib beramiz. Chunki menda turib qolsa bo'lmaydi, o'shaning uchun yangi 20 kilo qilib beryapmiz. 18 kilolik kerak bo'lsa do'konlarga chiroyli qilib chiqargizib, svejiy qoplattirib beramiz. Xo'p, xolos biz hozir boshida aytdim akalar, O'zbekiston bo'ylab dedim. Mana Buxoro, Samarqand, Toshkent, xullas qayerdan bo'lsa ham misol xolos chorvadorbasda misol hozmelar ham sotyapti. Hamma yo'q, oziq-ovqatlar ham sotyapti ekan. Ha, misol hozmelar ham sotyapti-da buni. O'sha yoqda uzoqdagi aka-ukalarimiz, yurtdoshlarimiz telefon qilsa, furaga nechta sig'adi? Furaga 1250 ta sig'adi. 1250 ta. Nech puldan minadi donasiga? Yo'l kirasimi? Ha. Buxoroga hozirgi kunda 5,5 ming abaga minyapti. Gazlar ko'tarilib qolgan sabab. Ha. Shunday. 19 ming atrofida yetib boradi. Shunaqa 19 ming plus minus. Ha, Buxorolarga shunaqa. Shunaqa. Sal undan buyoq Samarqandlarga yengilroq. Sal yengilroq. O'zi yo'li kamaygan sari, xudo xolasa, yengilroq. Qancha mashinani katta, hajmi kattagan sari yo'l kira arzonlaveradi. Masofasiga qarab, xudo xolasa kelishilgan arzonni chiqargizib beramiz. Hozir esiz necha pul mindi Namanganga? Mana shu Namanganga. Hozir mashina Namanganga ketyapti, 2 ming so'm yo'l kira minyapti. 14 ming so'mni berganmiz. 16 ming so'mdan yetib boryapti Eshintagiga. Namangan chorvador olganmi yoki? Yo'q, savdogarlarga, savdogarlarga. Chimyonga necha pul minadi? Chimyonga agar qanaqa Isuzu oladigan bo'lsangiz, 1000 so'm. Olinsa, misol o'rtacha 1000 so'm. 1000 so'm 1,5 ming bo'lib qolishi mumkin. Mayda mashinalar 2000 abag'ida minadi. Kichkina mashinalar eng kami nechta oladi? Eng kami 60 ta oladi. Eng kami mayda mashinalardan eng ko'pi 150 ta oladi. 250 ta olar ekan, Gazelli 250 ta oladi. Ha, 120 tadan 250 tagacha. Endi 60 talik qoplamaydi, 3000 ming borsa kerak, to'g'rimi? 17 mingga borsa kerak-la bu. To'g'rimi? Kimdirlar aytadi 14 ming bo'lsa 15 ming yetkazib beramiz. 1000 so'mdan bo'ladi, xolos u unga shopirga hozirgi kunda o'z gazlar bor. Chimyonga hozir papudni ham qoplamaydi-da hozir. Shunday. Buni to'g'ri hisoblash kerak aka. Albatta. Xullas, buningiz necha pul, Muhammad Rizo? Bularimiz 13 ming so'mdan 20 kilogramlisi, 18 kilogramlisi 11800 so'm. 11800 so'mdan 18 kilolik. 18 kilolik. 20 kiloligi. 20 kilogramlisi. Xo'p, bu narigini 18 kilolik necha pul bo'ladi onlik? Narigini 18 kilolisi 13 ming so'm qo'yamiz. Xo'p, nechta nomer berasiz? 2 ta nomer beramiz.
Ayting. 94lik 764 39 69 93lik 296 75 56. Biz hozir orientirni tushuntirib qo'yamiz. Shunday. Yo'l tushuntirib qo'yamiz. Mana shu Qo'qon, Yaypa, mana shu Rishton tomonlarga yo'llarimiz yo'l yo'lakka o'tsa ham, Albatta. bemalol murojaat Qachon qilishlari mumkin. Shunday. Shunday orientirni tushuntirib qo'yaylik-da, Muhammad Rizo. Ismlari Muhammad Rizo. Shunday. Hayotjon nima dedi? Hayotjon Muhammad Ziyo. Muhammad Ziyo. Bu Ali akamiz ham ketyapti. Salomat bo'ling. Xo'p, bu ana shu akamiz ketayotgan yo'l Qo'qon yo'li, to'g'rimi? Qo'qon Oltiariq. Toshkent yo'li. Ha, mana. Mana shu banerga yetmasdan akalar. Bo'ldi. Bu yog'i Yozomon Kuruk, Yozomon Kurukdan birinchi bola, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchisimi? 4-to'rt. Uchimi, to'rtmi mana shu joy. O'ta katta joy, kelaverasizlar, ekran nomerlariga telefon qilasizlar. Chimyon o'zidan deysiz-a? Xudo xolasa Chimyonuzdan desa, Xudo xolasa 14 dan ham, 13 dan ham hammasi ozroq xayri bor, Xudo xolasa. Siylab berasiz. Albatta. Sizlarga kelsa bo'ldi aka. Akalar like bosib boqqanda seloschilarda otasiga rahmat yozib qo'yasizlar. Albatta. Ha, xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. O'zingiz uchun, qolaversa yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Qadrdonlar, qayerdan bo'lishingizdan qat'iy nazar, qayerdan soat necha bo'lishidan qat'iy nazar telefon qilaverasiz. To'g'rimi? Albatta. Xudo xolasa O'zbekiston 24 ga 7 xizmatdamiz. Masjidda qachon kelsa xizmatdamiz. Salomat bo'ling, barakasini bersin. Rahmat.